har doimgidek men Asadbek Abduitov shu London kompaniyasida Men shu Suxon Abdullayev, software engineer sifatida Amerika kompaniyasida ishlab kelyapman. bugungi topikga ham xuddi shunga boshladik, ya'ni AI driven development dasturchilar uchun yangi reallik. O'zi baribir misol mana shu podkast ko'rgan odam sirasi tushunib oladi AI qanchalik hozir rivojlangani, qanchalik capable bo'lgani. Dasturchi, ya'ni sizni tajribangizdan kelib chiqqan holatda AI o'zi nima? Hozir men bemalol aytib olaman, anchadan beri ishlatyapman. Peer developer bo'ldim-da, ya'ni Odam qachon zerikadi deydigan bo'lsa, bitta ishni qayta qilsa zerikadi. Qachon haqiqiyligi pro haligi nimada alfada ko'rinadi desa, o'zi nima emas, ya'ni AI desa sun'iy intellekt bo'ldi. Ya'ni hozirgi vaqtda AI development qayerda turibdi? Ya'ni hozir o'rganish davri ham o'tdi. Davay Google search qilgan bitada. Yoki hozir nima qilsa, muammo chiqsa ChatGPT qilgan deydi. Bemalol bironta bir kattaroq proyektni ham topshirsa bo'ladigan. Hozirgi darajasi baribir insonga ehtiyoj bor hali. Dasturlashni olib qo'yadi bu AI deydi, boshqa deydi. Endi uni foydalana oladigan dasturchi bilan umuman foydalanmaydigan dasturchi farqi bor-da. kelib, hey, what are you doing? Yani nima qilyapsan? Why it takes so long time? Nimaga sendan juda ko'p vaqt oladi deydi. Are you using AI? Yani AI ishlatyapsanmi? Why not? Yani nimaga ishlatyapsan? Men o'zim kod yozaman. Keyin men qoyil qoldim, bo'ldi, o'zi siz full stacksiz dedi. Shuni kuzatib turish kerak. Mana shunga o'xshagan podkastlarni ham ko'rib turish kerak. Boshlasak bo'ladimi inshaalloh? Ho'p aka. Ma'lum. Assalomu alaykum. Har doimgidek o'zimiz haqimizda qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi qadamda siz boshlaysiz, keyin men o'zim haqimda ma'lumot berdim. O'zi bunday oldingi videoda ham, kanalda ham misol chiqadigan nimada ham ko'p bilishadi men haqimda, lekin ko'p kishi baribir sizga qiziqadi. Siz ma'lumot bersangiz haqingizda. Ma'lum. Avvalom bor. Assalomu alaykum hammaga. Endi qaysi vaqt ko'rishyapti kim bo'lsa ham. Avvalo qiziqib kirganlarga rahmat deymiz. Endi o'zimni qisqacha tanishtirsam, men shu Suxon Abdullayev, hozir software engineer sifatida Amerika kompaniyasida ishlab kelyapman. Undan oldingi tajribalar O'zbekistonda bo'lgan, Koreyada ham bo'ldi. Ko'proq remote, hozirgisi ham remote. Ya'ni O'zbekistonda turib, o'sha Amerikan kompaniyada ishlayman. Endi bu yoqda daraja team lead darajaga yaqinda o'tdim. O'zi senior bo'lib kirgandim, keyin team lead bo'ldim yaqinda. Shu qisqacha umumiy shu. Mashalloh. O'zi nima deyman, podkastda ham haligi katta position nimadagilar ham xizmat qilyapti. Davomli bo'lsin. Xo'p, har doimgidek men Asadbek Abduitov shu London kompaniyasida bir 2023-yilda boshlaganman. Yillar bo'lyapti shu yerda. Shunaqa, ya'ni bizning kompaniya shu startup AIga ko'proq e'tibor qaratilgan. Shuning uchun bugungi topikga ham xuddi shunga boshladik, ya'ni AI driven development dasturchilar uchun yangi reallik. Mana shu title ham AIga o'zi suggestion bergan. Ey, sen mana shuni qilmaysanmi deb. O'shanda ideya narsa qilib berayotganda, o'zi misol ko'p savollar bu yoqda tayyorlash kerak bo'lgan materiallar hammasini misol AI bilan birgalikda nima qilgan holatda foydalanganman. Shuning uchun bu yoqda ham urg'u berib narsa qilib o'taman. O'zi baribir misol mana shu podkast ko'rgan odam sirasi tushunib oladi AI qanchalik hozir rivojlangani, qanchalik capable bo'lgani. Balki mana shu montajda ham haligi AI foydalanib vuj deb yoqlardan nimalar kelib chiqadi. Haligi fan qilish maqsadida, lekin AI juda rivojlangan. Shu bo'yicha demak inshaalloh bugungi nimada gaplashib o'tamiz. Ikkinchisi, Suxonbek aka, sizni to'g'risi anchadan beri bilaman. Ustiga siz ham bizga o'xshagan shu nimadagida, ya'ni qishloqdan katta bo'lib chiqqansizda. Chunki oldingi istoriyalaringizni ko'rganimda haligi nima bor edi? Dalada nima qilib arxivda deb nima qilib olgandingiz. Eslayman. Undan faqat kontaktlaringizni ko'rsatgansiz, men o'zim ham sizni kontaktingiz bo'lgani uchun ko'rganman. Bizda ham shunaqa, ya'ni shu yoshlikdan, qishloqdan nima bo'lib chiqilgan. Endi hali ham shu yerdamiz-ku, O'zbekistonda. Lekin shunaqa, ya'ni
yoshlikdan bitta nimada chiqqanimiz uchun iloji borichaligi nima iliqroq suhbatda yanada qiziqroq qilamiz-da. Shunga nima qilib. Mhm. Aha. Bemalol bo'lamiz. Demak, boshlasak bo'ladi. O'zi birinchi navbatda uh, nima emas, ya'ni podkastimizdagi savol emas, lekin AI o'zi nima? Ya'ni AI deganda hamma har xil tushuncha. Ya'ni faqat automation qilib beradi, u faqatgina misol prompt yozsangiz o'qib beradi. O'zi unaqami yoki qanaqa misol dasturchi, ya'ni sizni tajribangizdan kelib chiqqan holatda AI o'zi nima? Mhm. Endi am, o'zim tushunishim bo'yicha AIga ozgina ta'rif beraman. Hop, o'zi mana shu AI oxirgi 1 yil, 2 yilda haqiqatdan juda ham hype bo'ldi desak ham bo'ladi. Haqiqatdan ham og'ir yengil qilyapti baribir, hype bo'lsa ham. Misol uchun katta kompaniyalarda ishlatilyapti. Hozir umumiy olib qarasam, oldin bir vaqtlar bilsangiz GitHub Copilot'da chiqqandida AIda. AI vazifasida, ya'ni anavi auto complete qilib berardi kodlarni. U bizga bir nima edi? Shunchaki bir yordamchi sifatida bo'lardi. Hozir men bemalol ayta olaman, anchadan beri ishlatyapman. Peer developer bo'ldida o'sha, ya'ni o'zi sherigimiz Ya'ni sifatida ham ishlayapti hozir. Shunaqa desak bo'ladi bemalol. Endi o'zi umumiy AIga ta'rif bersak, repetitive tasklarni automation qiladigan o'zi asosiy maqsadi shu. Ya'ni juda ham ko'p takrorlanadigan vazifalar bo'ladi, uni avtomatlashtirish asosan. Va endi bizni o'zimiz sohada software engineeringda qanaqa? Endi o'zimiz sohada baribir borku, bizda ham misol uchun ko'p takrorlanadigan vazifalar bor. Mana shu vazifalarda umumiy bir insonni nima deydi, og'irini yengil qilishda, qisqacha qilib aytganda. Umumiy mana shunaqa. Lekin hozirgi vaziyati endi ozgina hali ham rivojlanyapti-yu, hali ham ko'p narsalar qo'shilyapti. xuddi shunaqa. Ancha уже peer developer bo'lib bo'ldi-da уже. Ancha yaxshi. Xuddi shunaqa. Endi men tushunganim o'zi umumiy nimasi shu. O'zim bilganim. Anlik. Shunaqa. Ya'ni shunaqa misol o'zi boshlanish holati AI shuda, ya'ni repetitive tasklarni, ya'ni Hmm. qayta bo'ladigan nimalarni automation qilmoqchi bo'lgan. Misol To'g'ri. qanaqa solving a business problem, ya'ni biznesdagi muammolarni solve qilish olib kelsangiz, u hammasi shu repetitive tasklardan kelib chiqadida. Chunki misol hech Shunaqa. qachon odam qachon zerikadi deydigan bo'lsa, bitta ishni qayta qilsa zerikadi. Ana shu Hmm. zerikish o'zi ham demak umumiy holatda juda foydali narsa. Qaydadir o'qib qolgandim, ya'ni zerikish foydalimi deganda, ha albatta zerikish ya'ni foydali, faqatgina uni foydali narsaga ishlatsa, ya'ni misol zerikkanda I gonna play like CS, ya'ni CS:GO o'ynayman, unaqa qilaman emas, lekin ana shu yerda boshqacha misol hobbini nima qilsa, AIda ham xuddi shunaqa, ya'ni repetitive tasklar, ya'ni boring tasklarni technology shu, ya'ni o'zi solve qilishga harakat qilgan, mana shu orqali AI kelib chiqqan. Ya'ni o'zi mana shuni AI deb turib, lekin hozirgi holatda kelib siz aytgandek peer developer, ya'ni siz mana yerda bo'lsangiz, AI mana yerda. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Yonimizdagi Ya'ni sherikda u. xuddi shunaqa. Ya'ni AI bo'lmasa o'zi o'zingiz haligi nima qilasizda? Haligi xuddi shogird bo'lsa, uni qilib qo'y, buni qilib qo'y deydi-ku. Xuddi haligi shu yerda men ko'rgandim nimada. Usta tomda ish qilayotgan bo'ladi, shogird pastda bo'ladi. Usta nimasi tushib ketib qoladi, to'li. Shuna tushib ketsa, shogird chaqiradi. Menga olib ber desa, shogird tepaga chiqib, o'shani olib beradi. Bundoq 1 metr tushib ketib qolgan nimani. Shogirdni o'zi ham haligi katta nima bo'ladi. Juda nima. Ya'ni AI ham hozir xuddi shu holatda. Ya'ni misol deylik hamma ishlarni pure holatda, ya'ni sherik holatda qilinadi. Shunaqa, mashalloh. Baribir yonida uni nima deydi? Baribir yonida turishingiz kerak. Uni baribir nima yo'q, hali texnikada u. AI endi o'zi bir ustozimizdan eshitganim endi. Sun'iy intellekt bor, sun'iy ong bor deganda. Hozir biz sun'iy intellekt davridamizda, sun'iy ong hali yetib kelmadi. Ya'ni sun'iy intellekt bu demak, mana shu aytganimizdek, bironta bir muammolarni o'tgan dataga qarab yechadi. Ya'ni
nima deydi, unga train qilingan dataga qarab anaqa qiladi, yechim beradida u. Ong nima qiladi? Ong o'sha datadan kelib chiqib va o'zi ham mana qanaqadir hissiyotli tarzda o'ylaydi, fikrlaydi, и tizimli fikrlab o'sha muammoni boshqacha tomonlama yechishga harakat qiladida. Lekin biz hozir mana shu sun'iy intellekt davridamiz hozir. Qo'shimcha Mana shu sifatida. yerda uzr gapingizni bo'lganim uchun mana shu yerda haligi programming termlar boru, ya'ni AI, Aha. AGI. Mana shuni ham narsa qilib o'taylik, chunki baribir misol qachon haqiqiy haligi pro haligi nimada alfada ko'rinadi desa, mana shu specific Mhm. wordlarni ishlatsada, o'zi nima emas, ya'ni AI desa sun'iy intellekt bo'ldi. Bundan uyog'i. No, lekin biz Mhm. qachon haligi professional darajada chiqamiz, qachonki haligi specific wordlarni ishlatsak, ya'ni Shoir. professionalga chiqmaymiz, professionalday ko'rinamiz. Xuddi shunaqa. Ya'ni mana shu yerda Mhm. bilmaydiganlar bor. Misol sun'iy ong, sun'iy intellekt dedingiz. Mana shuni termi misol AGI da, to'g'rimi? Ya'ni AGI sun'iy AGI ong. deydi. Ya'ni AI demak. General Intelligence. Aha. Ya'ni mana shuni ham orada ma'lumot sifatida Mhm. aytib o'tgan yaxshi. Chunki baribir ko'p kishi AGI deb eshitgan, lekin sen aytayotgan sun'iy ong ligini Ong. bilmaydi. Balki AI bilan sun'iy ong, ya'ni shu AGI farqini ham nima qilmaydiganlar bordir. Ha, Shuning uchun iloji to'g'ri. boricha bu holatda. Zo'r. Tushundik. Demak, o'zimizni nimaga o'tsak, ya'ni agendaga kirib o'tamiz. Mhm. Shu har doimgidek kirish qilishimiz kerakda, kirishni ham ajoyib nima holatda qildik. Ko'p ma'lumotlik, ya'ni ko'p ma'lumot berib o'tdik. Demak, Mhm. hozir, ya'ni hozirgi vaqtda AI development qayerda turibdi? Ya'ni AI bilan dasturlash o'zi qayerda, Mhm. qanaqa bosqichda, qanaqa scale'da ishlatyapmiz? Mana shu bo'yicha to'liq gaplashib o'taylik, Xonbek aka. Mhm. Zo'r. Hozir demak, mana shu dasturlash sohasiga kirishdan oldin biz o'rganishni boshladik. Ya'ni manualni bittalab yozib o'rganardik, to'g'rimi? Hozir o'rganish davri ham o'tdi. Hali buni yana gaplashamiz keyinchalik. Ya'ni o'rganish nimasi ham o'zgardi. Demak, o'rganish strukturasi o'zgargandan keyin haqiqatdan qurish strukturasi ham o'zgaradi, shubhasiz. Hozir AIni hisobiga oldin demak biz Stack Overflow'dan foydalanardik. O'sha biz bilgan, masalan, bironta bir muammo chiqsa, davay Google Search qilgin dedi. Yoki hozir nima qilsa, muammo chiqsa ChatGPT qilgin deydi. Shunaqa termin chiqqan-ku. Go ahead and Google it deydi-ku. Google it deydi hozir. ChatGPTmi? Shunaqa bir termin chiqqan. Shunaqa ma'noda. Ya'ni chunki ma'lumot ko'p ma'lumotni filtrlay olish yanada osonlashdida. Misol uchun Google'da bilsangiz, Stack Overflow'da hamma savollar biz bir izma ketin kelardi-yu, misol uchun u yoqdan ham endi o'zingiz saralab olardingiz. Shuni hozir AIlar nima qilyapti? Umumiy o'shalardan olib, ya'ni mavjud muammolar yechimlarini olib, o'zi bir sartaroshga qilib, chiroyli qilib, vaqtni tejash maqsadida qilib beryapti-da. Juda ham zo'r shunisi. Demak, biz oldin o'sha aytganimdek Stack Overflow'dan foydalansak, hozir mana AI agentlardan, AI modellardan foydalanyapmiz. Xo'p, o'zi AI development hozir qayerda desak, ya'ni mana shu software developmentdagi o'rni desak ham bo'ladi. Umuman olib qarasak, hozir endi men ishlatayotganimda haqiqatdan ham AI yordamchi sifatida ishlayapti. Masalan, bemalol bironta bir kattaroq proyektni ham topshirsa bo'ladigan, lekin baribir uni umumiy layeri baribir sizda. Ya'ni uni o'zingiz boshqarmasangiz, u o'zidan ketib qoladi. Shunaqa joylar bor. Ya'ni tizimli fikrlamasangiz, AI baribir hozirgi darajasi mana shu qurishda, developmentda hozirgi darajasi baribir insonga ehtiyoji bor hali. Ya'ni insonga deganda o'sha mutaxassisga, dasturchiga. Shunaqa. O'zi endi hozir ayni vaqtda men qilayotgan ish, chunki zamon kundan kunga o'zgaryapti-yu, ya'ni kundan kunga yangi texnologiya chiqyapti. O'shani hisobiga endi hozir men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, turli yondashuvlar qilaman o'zim ham, chunki o'sha bozordan kelib chiqqan holda qilinadi. Ko'pchilik o'ylaydi, dasturlashni olib qo'yadi bu AI deydi, boshqa deydi. Lekin o'ylab qarasa, agar siz uni men o'ylayman shu joyda, agar AIni siz yaxshi foydalansangiz,
ya'ni uni foydalana oladigan dasturchi bilan umuman foydalanmaydigan dasturchi farqi borda. Old class bilan new class farqi bor. Shunaqa odamlar. Agar shu yangi, ya'ni zamon bilan hamnafas bo'lib ketsa, baribir development kundan kunga o'zgaradida. Misol uchun, hozir mana AI developmentda demak, hozirgi davr men umumiy o'ylashimcha arxitekcha, ya'ni arxitekturaviy fikrlash bo'lyapti hozirgi kunda. Chunki kodda yozyapti AI, to'g'rimi? Misol uchun refaktor qilyapti, review qilib beryapti. Boringki mana engineering prinsiplarga qarab o'shanga moslab beryapti. Shtobi boyagi maintainability'ni o'ylagan holda, scalability'ni o'ylagan holda, to'g'rimi? O'sha narsalarni ham qilyapti-da. Lekin baribir o'sha narsani siz o'zingiz yo'naltirmasangiz, o'z-o'zidan bilmaydi u AI. Shunisi ham bor-da. Ya'ni mana shu tomonlama, ya'ni hozirgi development jarayon baribir hozir siz sizga bog'liq deydi-ku. Ya'ni bizga bog'liq, dasturchiga bog'liq baribir. To'liq holda develop qilishi mumkin, endi kichik loyihalarni qilishi mumkin, baribir katta tizimlarni haligacha qilish imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Hozirgi davr mana shunaqa. Endi ko'proq gapirib yubordim, qisqacha uzoqdan olib Yo'q, keldim-da. yo'q, shunaqa. O'zi baribir bu narsaga ko'proq kiramizda. Chunki misol mana shu podkast eshitayotganda iloji boricha baribir savol tug'iladi. Xo'p, mana shu holat ekan, siz o'zingiz qanaqa ishlatasiz yoki xo'p shunaqa ekan, sizni fikringiz qanaqa, misol kelajakda, ertaga, bir haftadan keyin degan har xil savollar bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni shuning uchun o'zi bundoq olib qaraydigan bo'lsangiz, 5ta yoki 6ta savollar qilganmiz xolos. Ya'ni shu 5ta, 6ta savolni biz shu 1 soat, 1,5 soat, ya'ni shu o'zimizni standart mana bu podkast uzunligi bo'yicha diskas qilamiz. Ya'ni bularga inshaalloh chuqurroq kirib o'tamiz. Baribir men ham misol o'zimni fikrimni bildiraman, orada debate ham qilamiz. Chunki bu o'zi o'ta haligi mulohazali-da. Balki misol men o'ylayman, buni shunchaki nima holatda emas, mana shu misol o'zimizni podkast uzunligida balki keyingi qismi ham chiqadi deb o'ylayman. Shunaqa. Men ya'ni bizda misol o'zingiz ham baribir misol startap ishlagansiz, o'zingiz ham startap qilasiz. Ya'ni startap qiladigan ham bu speed, ya'ni tezlikda. Shunaqa. Hozirgi holatidan kelib olib chiqadigan bo'lsak, menda ikki xil holat bor. Ya'ni AI ishlatmay qilgan holatim bor, ya'ni AI ishlatmay qiladigan task holatim bor, AI ishlatib qiladigan task holatim bor. Agar men AI ishlatmasdan biror bir task qiladigan bo'lsam, уже сразу speed bilinadi, ya'ni tezlik. Menga PM kelib, "Hey, what are you doing? Ya'ni nima qilyapsan? Why it takes so long time? Nimaga sendan juda ko'p vaqt oladi?" deydi. Are you using AI? Ya'ni AI ishlatyapsanmi? Ya'ni u sразу misol sekin bo'ladigan bo'lsa, ana shuni o'zida are you using AI? Ya'ni AI ishlatyapsanmi? Why not? Ya'ni nimaga ishlatmayapsan? Sekin ketyapsan degan mana shu holat bor. Ya'ni AI ishlatmadim men, demak sekin ketyapman. Ya'ni hozirgi holatda men o'zim AI siz ishlashim qiyin. Mana shu yerda hozir qaysi holatda deganni aytib o'taman. Men deyarli bilmadim, agar 90% desam oshirib yuborgan bo'ladimi? 70% dan ko'p mayli. 70% dan ko'p holatda AI orqali kod yozaman. Ya'ni AI ga mana shuni qil, mana shu faylda mana shu holat bor, mana shuni bu yerga o'zgartirasan, o'zgartirganingdan keyin buni bu yoqqa bog'laysan. Ya'ni men shunchaki mana shuni qil demayman, balki mana shu faylda buni qilib turib buni ulaysan. Ya'ni siz aytgandek, ya'ni structural borku, struktura. Xuddi shu holatda AI ga aytaman. Ana shunda demak men qiladigan ishimni u qiladi, men shunchaki uni qilyapsan, buni qilyapsan, men uni kuzatib turaman nima qilyapganini. Hozirgi holat shunaqa. Ya'ni deyarli shu 70% dan ko'p kodni men yozaman. Endi qolgan 30% qanaqa deyiladigan bo'lsa, bu shunchaki haligi very minimal, ya'ni kichkina mistake'lar bor-ku, spellingda yoki shunchaki bitta key o'zgartirib qo'ysa, o'sha xato ish to'g'rilanadi, task ishlaydi. Ana shu holatdagina. Endi bu ham ko'p baribir ish oladi. Misol aytib o'taylik, backend tomondan
Mana shu yerda Hmm. misol kichkina minimal bo'lishi mumkin validation key bilan validation status shunchaki change qilib qo'yasiz shu bilan issue fix bo'ladi. Lekin buni Hmm. AI ga tushuntirgunizcha siz qiynalib ketasiz. U keyin nima qiladi? Sure. Let me read the file. Ya'ni faylni keyin o'qib olay, kontekst tushunib olay deb har xil nimalarni o'qiydi, qiynaladi. Mana shu holatlardagina hozirgi holatda uh, men o'zim kod yozaman. Hmm. Shunaqa, Zo'r. ya'ni hozirgi holati shunaqa. Uh, Hmm. ya'ni shunaqa, misol 70% balki undan ham ko'pdir mana shu holatda ishlataman har kuni. Agar men AI ishlatmasam, уже сразу bilinib qoladi. AI ishlatmayotganligim, nimaga Hmm. sekin ketayotganligim shu holatda. AI hozirgi holati ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. Siz o'zi aytib o'tdingiz, bir so'z bilan aytganda peer developer, ya'ni siz yoningizda Hmm. ishlaydigan dasturchi. Shunaqa. Zo'r. O'zi chunki aytganingizdek baribir o'sha mayda har xil xatoliklarni bersangiz agar prompt qilib u aylantirib olib keladida dokumentasiyani ham yozib tashlaydi hattoki. Bitta shuni o'ziga tasavvur qiling. Xuddi shunaqa. Birinchidan sizni tokeningiz ketdi, kontekstni tushunishga boyagi xarajat qildingiz, bo'lmaydi. Bu ikkinchisi. Va Keyin siz aytganingizdek o'sha 70%, 70 ga 30 bo'lib ishlasa haqiqatdan zo'r ekan. Chunki o'zim ham shunaqa ekanman, o'ylab qarasam. Misol uchun 30% baribir kod review bo'ladi и debugging bo'ladi. Bitta debugingni AI debugingni ham zo'r emas ekan. Men ancha e'lon qildim. Misol uchun sizni to'liq sistemangizni to'liq tushunish uchun u baribir hammasini debug qilib chiqmaydi-yu kodlarni. Ishlatib, har xil ranlar qilib, unga vaqt ham ketadi. Uni siz to'liq tushuntirib, kodni qilib olgunizcha vaqt ketadi. Lekin debuggingni ham berib uni analiz qilsa, uni ham muammoni ham hal qilyapti. Shu holatini ham ko'rdim. Lekin baribir nimasi bor, minus pluslar bor-da. Umumiy olib qaraganda. o'zi hamma narsani minus plyusi bor. Bundoq Shunaqa qaraydigan shunaqa bo'lsa, ideal. tomoni yaxshi bo'lsa, Nima yo'q-ku baribir. Mhm. keyin Shunaqa. haligi nima qilib eshitgan bo'lsangiz, memlar ham tarqalib ketdi. Oldin Mhm. biz ya'ni dastur compile bo'lishini kutsak, ya'ni run bo'lishini kutsak, hozir Shu AI ishini tugatishini joyda. kutamiz. Mhm. Bu Shunaqa shunaqa yerda o'zi. bitta automated Mhm. bo'lmagan narsa kutish. Ya'ni oldin ham Mhm. kutardik, hozir ham kutyapmiz. Hozir ketamiz. Xuddi shunaqada, ya'ni To'g'ri. prompt berasiz, kutasiz, u tugatguncha oldin compile, ya'ni shu holatlar bo'ladi. Shunaqa. Chunki oldin bundoq Mhm. qarasangiz, haligi kompyuterlar baribir hozirgiga qaraganda weak bo'lganda, misol hozir M4, M5lar ham chiqib ketdi-ku, prosessorlar. Mhm. Oldin misol qanchadir sekundlar, minutlar olgan bo'lsa, hozir o'shalar instant, Mhm. ya'ni juda tez bo'ladi. Baribir Da. kutish Qurilmagan bor lekin. shunaqa Yangi era deylik. yangi era. Mana shu yerda juda narsa berib o'tdingiz, ya'ni old class bilan new class. Ya'ni biz o'zimizni olib qaraydigan bo'lsak, haligi endi bilmadim qanchalik qo'pol yoki narsa bo'ladi. SSR odamlarida degan gap bor. Kattalar narsa qilishadi. Endi misol Old class. siz ham mana shu qishloq nimadansizda, misol menga o'xshab. Ko'p aytishadi, ha, qo'yaver u SSRdagida, SSRda shunaqa bo'lgan, u SSRda misol ishlamasa ham qorin to'q yurgan shungaligi, nima qilmaydi deyiladi. Har xil gaplar bor. Opa-ukalarimiz katta nimalar gapirib qoladi. Haqida ozgina gaplashaylik. O'zi baribir bu podkast har xil odam ko'radi. Ya'ni old classdagilar ko'rishi mumkin, new classdagilar ko'rishi mumkin. Endi old classlar new classga qanday migration qilsa bo'ladi? Yoki new classdagilar qandoq old classga tushib qolmasligi mumkin. Chunki kundan kunga o'zgaryapti-ku, yanada narsa qilyapti. Chunki misol siz o'zingiz ham o'quvchilaringiz bor, men o'zimni ham o'quvchilarim bor, baribir ko'p haligi communityda gaplashamiz, sheriklarimiz bor, maslahatlashamiz. Baribir o'zimiz tajribadan kelib chiqqan holatda how to migrate from old class to new class, ya'ni eski klassdan yangi klassga qandoq o'tsak bo'ladi, shunchaki o'tish emas, new classda qandoq davomiy qolsak bo'ladi. Mana shu haqida gaplashaylik ozgina. Hozir endi bular hammasi shaxsiy fikrlar, chunki misol uchun aytish Albatta. mumkin, bu yoqda hech kim xafa bo'lib qolishi kerak emas. Shunaqa. Endi xafa bo'lish deganda biz misol o'zimiz tajribadan kelib chiqib aytamizda. Biz bilmaymizki, bizdan ham tajribaliroq odamlar bor. Shuning uchun men bu joyda o'zim
shaxsiy fikrimni aytaman yana. Ho'p, o'zi old klass bilan new klassda baribir siz new klassga moslashishingiz kerakda, ilojsiz. Chunki hozir mana yaqinda misol uchun bir o'rtog'im bor edi. Ular nima qildi o'zi, UI UX dizaynerlar misol uchun. Bir loyiha boshladik-da, endi uni chizib, umumiy arxitekturasini tushunib oldida ular. Endi misol uchun to'liq kod yozolmaydi, lekin mana shunaqa imkoniyatlar bor ekan deb ular уже biladi. Mana misol Figma bilan Supabase ulaydigan integratsiyasi bor. Yoki mana shu Supabase bizga database bo'la oladi, backend qismini to'liq logikasi shuni ichida ekan degan ma'noda tushunib, mana shu narsani qildilar. Keyin men qoyil qoldim, bo'ldi, уже siz full stacksiz dedim. Ya'ni qarang, to'g'ri endi misol dizayner boshqa soha, lekin shuni ichidayu baribir kod yozmagan odamda. Bu narsaga birdan migration qilish juda ham oson bo'lib qolgan misol uchun. Ya'ni bu degani nima degani? Misol uchun old klassda aytaylikki, hali ham qo'lda manualni kod yozayotgan bo'lsak, baribir bu vaqtdan ham yutqazishimiz mumkin zamon talabidan qolib ketishimiz mumkin-da. Masalan, mana kursor chiqdi yokida Cloudy kodlar chiqdi, to'g'rimi? Bu narsalarda ko'p kompaniyalar даже qanchadan qancha dasturchilar ishlatyapti. Endi misol uchun bu yoqda old klassdan new klassga o'tish osonroq bo'ladi-da. Chunki old klassda u bazaviy bilim bor-da, уже bo'ldi, u yozavergan, постоянно qilgan odam u. New klassga o'tish unaqa muammo emas. New klassda o'sha просто ana orkestrin deydi, orkestr qiladi xolos-da. Ya'ni ana muzikantlarni nima qiladi-yu, orchestration nima so'z bor. Ya'ni bu muammo emas deb o'ylayman. Chunki bu orkestrda qilayotgan ishini bu odam o'zi qiladi-da. O'zi qilgan oldin, misol uchun. Bu joyga o'ta olish muammo emas-da, uni boshqarish tipi. Shunaqa. Xuddiki misol uchun siz full stack siz aytaylik, front-endchi bilan ham ishlagansiz, back-endchi bilan ham, dizaynerlar bilan masalan-da. Siz bemalol PM bo'la olasizda, ozgina harakat qilsangiz, masalan. Xuddi shunga o'xshagan narsalar bu. Ikkinchi savolda new klassda doimiy turish uchun, ya'ni umuman old klassga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Endi bu holatda endi meni o'zim tajribam, men asosan nima qilaman, communitylarni albatta kuzataman-da. Misol uchun ular qanaqa fikrlar yozyapti, boshqa dasturchilar qanaqa fikr yozyapti. Borinki yana Twitter bor. Twitter juda ham zo'r. Twitterda qani nima chiqdi, qanaqa mahsulot chiqdi, nima bo'ldi. U yerdagi global community bor, dasturchilar. Ularda qanaqa bo'lyapti, qanaqa fikrlar bildirilyapti. Misol uchun, yaqinda mana Cloudbot chiqdi, unga Karpati degan akamiz qanaqa fikr bildirildi, to'g'rimi? Ya'ni tipi o'sha ijaga keldik, u yoq bu yoq deb hype qilib, nimadirlar bo'lib, tema bo'ldi-da, endi o'sha ham. Ko'pchilik qo'rqdi shundan, lekin mana bu ham hype bo'lib, hozircha turibdi endi, bilmadim, keyinchalik hali qanaqa bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa. Chunki bu AIni baribir AI hamma sohaga kirib borganda, uni kuzatib borish kerak-da. Bizni sohaga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan. Xohlagan vaqtda aytaylikki, bir nechta narsalarni avtomat qilib qo'yishi mumkin-da, u shubhasiz. O'sha ko'rdigan mana bo'lyapti. Ya'ni bu degani qo'rqish kerak degani emas, просто o'shanga moslashish kerak-da. Misol uchun, endi siz hozir kodni qo'lda yozib o'tirgandan ko'ra, siz kattaroq ishni qiling degan ma'noda. Ya'ni misol uchun kattaroq ish qanaqa bo'ladi? Shu arxitekturasi, software arxitekturasi, infrastrukturasi boyagi tizimda aytgandek, endi faqat misol uchun webda yoki mobilda kod yozish emasda, bu umumiy, to'g'rimi? Umumiy tushuncha nima bo'ladi? Umumiy o'sha arxitektura qanaqa quriladi, tizim erta qanaqa ishlaydi, erta qanaqa scalable qilamiz uni. Mana shunaqa savollar tug'iladi-da. Ya'ni endi biz misol ichki tomonda yurgan bo'lsa, endi kattaroq tashqi qobiqqa chiqqan yaxshi endi bu yo'g'a gap deb o'ylayman-da. Ya'ni o'sha tashqi qobiqda уже ko'riladi, ya'ni umumiy nimasi, arxitekturasi ko'riladi. Ya'ni systematic thinking degan tushuncha bor-ku. O'sha tizimli fikrlashni endi bu yog'iga menimcha shunaqa bo'ladi. O'sha uchun o'sha narsaga moslashib borish kerak. Baribir albatta endi bu degani aniq shu bo'ladi degani ham emas-da. Shu aytganimdek, bozorni kuzatib, communitylarni kuzatib, misol uchun bizdan ham qancha-qancha kuchli dasturchilar bor. Ular bir-biri bilan fikr almashadi, boshqa qiladi.
o'shalarni kuzatib turish kerak. Mana shunga o'xshagan podkastlarni ham ko'rib turish kerak. Shunaqa, umumiy olib qarasa shunaqa. Mashalloh. Oxirgi Endi fikringizga qisqacha fikr. shu ikki yuz Hmm. foiz qo'shilaman. Shunaqa podkastlarni ko'rib turish kerak. Chunki baribir, misol men o'zim ham ko'p podkast narsa qilamanda. Hmm. Ko'p kishi mana shu holatda gapiradi. Misol, podkast ko'rish baribir ana shu odamni tajribasini misol 2 soat bo'lsa 2 soatda shu yillab olgan tajribasini shunga solib olasizda. Mana shu tomonlama yaxshi. Aha. Misol men o'zim qanaqa nimaga kirgan bo'lsam ham, haligi debatega kirgan bo'lsam ham, yutishimga asosiy sabab shu podkastlar bo'lgan. Ya'ni ba'zilar fikrlarini o'rganib, va u mana holatda qilgan, bu mana holatda qilgan deb. Chunki baribir dastur sifatida kunlik debat bo'ladi. Misol backend frontendchi bilan, frontendchi backendchi bilan, ba'zida PM ham qo'shilib, u debat bo'ladi baribir. Mana shu holatda baribir podkastlarni ko'rish kerak. Shuning uchun maslahat beraman. Reklama sifatida ham ketdi. Endi aytmoqchi bo'lganim, nima deydi? Up to date bo'lish kerak har doim. Ha, shunaqa. Misol uchun o'sha podkastda yokida boringki boshqalarni fikrini analiz qilish ham kerakda. Faqat qabul qilib ketish xato. To'g'ridan to'g'ri qabul qilish xato. Misol, men noto'g'ri gapirayotgan bo'lishi mumkin-da. Albatta. Men o'zim bilmayman, lekin boshqa odam uni bu bola to'g'ri gapirmayapti deydi. Chunki u odamni mendan yaxshiroq tajribasi bor. Masalan, shuning uchun faqat shunchaki qabul qilib ketish emas, uni analiz qilish kerak, boshqalar bilan solishtirib, qani bunda bunaqa qanaqa ekan deb baribir ko'rish kerak shu joylarni. Shunaqa umuman olib qaraganda. Tushunarli. Mashalloh, ya'ni ancha nima bo'ldi? Ya'ni juda ko'p, misol men o'zim ham ko'p ma'lumotlar oldim. Shunaqa. Ya'ni men o'zim ham xuddi siznikidaqa maslahat beramanda, ya'ni har doim up to date bo'lish kerak. Ya'ni siz aytgandaqa cool narsalarni try qilish kerak. Ya'ni bu ham xuddi shunaqada, misol faqatgina dasturlashdan emas, men dasturlashdan boshqa holatni ham example keltiraman, chunki misol dasturlashga yangi bo'lganlar ham tushunsinda podkastda. Haligi nimalarga chiqsangiz, haligi katta biznesmenlar bilan gaplashsangiz, nima deydi? Misol men u davlatga borib turib, mana bu narsani men try qilib ko'rganman, o'shani shu realize qilganman, biz o'zimiz davlatga ham kirsak bo'ladi deb. Bizda ham xuddi shunaqa, ya'ni misol boshqa davlatdagi misol haligi bo'layotgan yangiliklar, bo'layotgan nimalarni ko'rish orqali bizda baribir kechroq keladida. Chunki nimaga kechroq keladi? Bizda u narsa yaratilmaydi. Yaratilmagandan keyin demak, albatta sal kechroq keladi. Ana shularni birinchi navbatda bo'lish kerak, haligi be the first, ya'ni birinchilardan bo'lsang yutasan degan holat. Shuning uchun har doim up to date bo'lish kerak, yangiliklarni ko'rish kerak. Mana shu bo'yicha ko'proq mana shu in loop, ya'ni in loop juda yaxshi narsa, ya'ni chunki bu misol AI bilan ishlayotganingizda ham human in loop degan tushuncha borda. Ya'ni misol tool call qilganingizda tool call'ni user o'zi narsa qilish kerak, haligi accept qilish kerak. Ha, bo'ldi, men bunaqa javob beraman, yo unaqa yo bunaqa deb. Chunki u tool, ya'ni u tool call ana shu AI odamni nimasiga qarab turib harakatlanadi. Mana shu hammasini olib qaraydigan holatda nima qiladigan bo'lsak, old classdan new classga migration qilish, up to date, ya'ni yangi chiqayotgan narsalar bilan oxirgi holatdagi dokumentatsiya deymizmi? Endi dokumentatsiya sifatida desang ham bo'ladi, chunki shu paytda ishlatib kelganmiz. Nima yangilik bo'layotgan bo'lsa, demak ana shuni xabardor bo'lish kerak. Mana shu old classdagilarni new classdagilarni davomiy new classda qilishga narsa qilib beradi. Endi bu baribir yana haligi disclaimer sifatida aytib o'tamiz. Bu o'zimiz tajribamiz. Chunki misol qaysidir ma'noda biz o'zimiz ham haligi old classda turibmiz, balki new classda turibmiz. Nima bo'lganda ham misol mana shu gaplarni gapirishimiz, mana shu ma'lumotlarni berishimiz baribir shu up to date bo'lishdan. Cloudbot dedingiz. Misol men o'zim ham shu hype ko'rdim. Ya'ni hype narsa qildim, chunki misol qanaqa YouTube'da video ko'rgan bo'lsam, qanaqa suggestion ko'rgan bo'lsam, hammasi I have a Cloudbot agent. Menda Cloudbot agent bor. U 24/7 ishlaydi. Ya'ni uxlamasdan ishlaydi. 40% men tezlashib ketdim degan juda haligi hype wordlar bilan narsa chiqqan. Haligi o'sha nimasini o'zi ham hype chiqargandi. Creatorni o'zi agar eshitgan bo'lsangiz, ana shu odam yaratgan. Miting qilyapganda
Men o'zim Marokash deydim, ya'ni Morocco deydim. Hmm. Birthdayda, ya'ni o'rtog'imni nimasiga borgandim. Ana shu holatda meni kompyuterim video qolib ketganda shu nima Cloudbot nima qilgan, kimdir SMS jo'natgan Slack orqali, o'shani fix qilib, u qayta narsa qilib, u holatda kompyuter Cloudbot o'zi boshqargan. Ya'ni mana shu yerda ya'ni mind blowing bo'lib ketganman Hmm. deb o'sha hype boshlab bergan. O'shandan keyin ketdi. Shunaqa shunaqa. Men hype qildim, siz hype qildingiz, boshqalar hype qildi. Hmm. Shu holatda. Inshaalloh. Ah, birinchi o'zi mavzuyimizni o'zi mana shu holatgacha misol qarang qancha vaqt oldi. Hmm. Men o'zim ham bilmay qolman shu rostdan 40 minutdan o'tgani yoki 40 minutga yaqinlashib qolganini. Shunaqa. Lekin mana shu bo'yicha ham hozir misol menda baribir savollar borda. Mhm. Chunki bu juda haligi dolzarb mavzu bo'lganiga yana savollarni bersam bo'ladi. Lekin baribir misol podkastni bitta savolni o'ziga balki men o'ylayman podkastni qo'shib ketsak bo'ladi. Chunki siz misol PM bo'lsangiz bo'ladi dedingizda hozir. Bu Hmm. o'shanda yo'g'e degan holatda undoq qildim. Misol men o'zim ham o'ylayman, mana shuncha narsani bilgandan keyin PM bo'lsa bo'ladi. Bu yaxshi fikr, Hmm. o'ylab ham ko'raman. Mana shu yerda savol bo'lishi mumkin. Xo'p, mana ana shu siz aytgandek backend frontend bilan ishlayotgan dasturchilar bor. Endi PM ga harakat qilish, u qanaqa bo'ladi? U qanaqa, nima? AI qanaqa yordam beradi? Mana shu holatda kirib ketsak bo'ladi. Lekin bizda Hmm. agenda bor, mavzuga kirib o'tishimiz kerak, Shunaqa. iloji boricha qisqaroq qilgan holatda. Lekin qanaqa savol Juda bo'ladigan qiziq. bo'lsa, qanaqa Hmm. savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomoshabinlarda kommentda yozib qoldirishadi. Xolos. Sizni kanalingizni ham mana shu nimada qoldiramiz. Siz Hmm. o'zingiz bilan ham bog'lanishlari mumkin bemalol. Demak, xohlagan vaqtda javob olishsa bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh vaqtingiz bo'ladi. Ha, xolos. Demak, biz qanday ishlatamiz? Ya'ni real workflow haqida gaplashishimiz kerak. Ya'ni qanaqa ishlatishimizni Hmm. gapirdik. Mana shu yerda iloji boricha nimaroq bo'laylik, ya'ni sal real holatga kiraylik. Real Hmm. workflow gaplashaylik. Misol siz kuningizni qanaqa boshlaysiz? Qanaqa misol Ha. AI ga ishlatasiz? To ishingiz tugaguncha nima ishlar qilasiz AI bilan birgalikda? Hmm. Zo'r. Endi buni workflowni umumiyroq gapiramiz. Misol uchun, ishdan tashqari ham baribir qo'shimcha o'zimizni pet proyektlar bo'ladi. Ha, O'shalarni qilamiz. Har xil startaplar, ya'ni qo'shimcha nimadir o'rganish maqsadida albatta, nimadir build qilsangiz baribir odam dasturchi maza qiladi. O'shani hisobiga menda yondashuvlar bor. 3 ta yondashuv bor ekan, o'ylab qarasam yozib qo'ygandim. Birinchisi feature development bo'yicha AIni ishlataman. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Misol uchun, bizada PRD beriladi, ya'ni project requirements uchun. Ya'ni tezi deymizki, endi o'zimiz tezi ha, deymiz. Misol tezda uchun deyiladi. bironta bir loyiha tezini siz MD faylga saqlab qo'yamanda men, ya'ni Ha, birinchi loyiha boshlaganda, ya'ni kichikroqmi, kattami farqi yo'q. ha, Chunki hozir biz AI davridamiz. Bo'ldi, AI bilan cho'tka qilib vaqtni men tejashim kerak. Hozir men tezini yozib, uni har bittasini o'ylab chiqib, misol databasini alohida chizib, borinki yana serverni alohida nasrga qilib, boshqa qilib, qilgunimcha vaqt ketib qoladi-da. O'shaning uchun keling bitta shu code base'da uni qilay degan ma'noda feature development degan bir o'zimga nom oldim. Ya'ni mana shu PRD ni qo'yaman, ND ni shtobi AI mani loyihamni kontekstini tushunish uchun. Va shuni tushunib, уже bo'ldi, spesifik kirishni boshlayman sekin. Va ya'ni spesifik deganda boyagi tezida bizning hammasi yoziladi-yu baribir. Misol uchun, borinki yana asr ZSS bo'lishi kerak loyihani deymiz, keyin userlar nimadir yaratish kerak, har xil narsalar. Va endi bo'ldi, bitta prompt bilan hozir AIlarda planning mode bor. O'sha planning mode orqali draftni yarata olaman. Legacy code bo'lsa ham, lekin draft bor. Ya'ni misol uchun siz noldan yozgandan ko'ra baribir o'sha legacyni ozgina ko'rib, nima deydi, o'zgartirib chiqqan yaxshida baribir. O'shanga ko'p kamroq vaqt ketadi-da, o'shani hisobiga. Bu bir. Va bundan keyin demak, aytganimdek, o'sha o'zgartirib chiqish, refactoring qilib bo'ldi, уже keyin kodni run qilib, uni ishlatish. Ana endi mana shu feature development uchun men nimalar ishlataman? Umumiy olib qarasak, demak, boilerplate code, ya'ni draft code. Ya'ni buni Bu birinchisi. Hmm. example code desa ham bo'ladimi? Ha, yo, tiziga oid bo'lgan kodda bu.
Ya'ni misol tezini berasiz, Mhm. tezini kontekstdan kelib chiqib polniy qurib beradida o'zi, AIda o'zi. Ya'ni Planning kontekst menyusi qancha katta bo'lsa ham qurib beradida o'zi. Frontendmi, backendmi farqi yo'q, buni shunaqa. Va mana bu birinchisi feature developmentda mana shunaqa. Bu birinchisi. Ikkinchisi architecture brainstorm. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Xo'p, aytaylikki, bizada demak loyihani tezisini oldik va uni ozgina bo'lsa ham draftini saqladik. Bundan keyingi qilayotgan ish bu уже architecture analysis. Ya'ni uni ham hamma edge case'larni o'ylab chiqishda, masalan uchun aytaylikki frontendda mana bunaqa muammo bo'lib qolishi mumkin, aytaylik serverda mana bunaqa muammo bo'lishi mumkin, database agar men bunaqa yo'l tutsam, bu database relation deep relation bo'lib ko'payib ketib qolishi mumkin, har xil narsalar. Ya'ni mana shu edge case'larni ozgincha brainstorm qilib chiqish, bu EIda bemalol so'rab, uni o'rganib ketsa bo'ladi. Birato'la. Aytaylikki, EI hattoki o'zi to'g'ri risklarni oldindan bilmas. Misol uchun, sen to'xta, mana bunaqa yo'l qilyapsan, erta mana bunaqa risk bo'lib qolsa nima qilasan demaydi-da. Hozir yo'q, unaqa nimasi yo'q. Lekin o'sha narsalarni birdan mana shu joyda brainstorm qilib yetish kerak. Masalan uchun, men shunaqa qilaman odatda. Ya'ni hozir men aytaylikki, monolitdan mikroservisga o'tsam, qanaqa bo'ladi? Kod qancha vaqt oladi, to'g'rimi? Shu tomonlari. Bundan tashqari aytaylikki, o'sha scalability uchun qanaqa yo'l tutaman bu kodda, maintainability uchun qanaqa. Endi umumiy shunaqa. Endi oxirgisi, uchinchisi code review assistant sifatida. Ya'ni aytganimdek, masalan, bironta bir bug chiqdi, shu bugni hal qilish, shu bugni ildizini topib, EAga berish va uni ozgina ko'rib chiqib fix qiladi. Bu yondashuv oxirgisi. Code review assistant. Mana shu 3 ta yondashuv bilan qilar ekanman o'z loyihalarni. Endi ish joyida qanaqa? Ish joyida endi biz misol uchun bug chiqsa, o'sha bugni review qilib fix qilamiz, chunki har doim kod uni biz bilamiz. Уже EA ham bilib olgan uni. Ana kontekstda qolib ketganda. Ya'ni sizni o'zingiz EAingiz kontekstingizni tushunadi va kod bezingizni. Bilsangiz chiqib turadi nimalarda. Mhm. Ana chatting qismlari, sectionlar. Shuni tushungani uchun unda muammo bo'lmaydi. Ya'ni qayta tushuntirib chiqib bersa, bo'ldi deydi, tilsiz siqib ketaveradi. Shunaqa. Asosiy yondashuvlar shu menda, qisqacha. Lekin har Endi doimgidek men umumiy qilib aytdim. yo'q shunaqa. Hmm. Har doimgi muammo bo'ladi kontekst, ya'ni Hmm. fixingga kelganda misol ana shu feature implement qilishda ham qaysi holatda kontekst oladida. Endi bilmadim siz qaysi model ishlatasiz, lekin misol men ishlatadigan model, ya'ni Opusda 2000 2000 nima o'zi 200 ikki ming yuz ming. 200 ming 200 ming. Men 200 ming to'g'ri. 200 ming har doim shu auto nima nima deydi, qisqartirish borku, compact compacting. Kompakt. Summarize Shu qilib. auto compact shu narsa ham waiting, ya'ni vaqt oladi. Mana shu 200 ming Shunaqa, to'lgandan shunaqa. keyin mana shu holat bo'lib qoladi. Eng katta muammo hozirgi holatda mana shu. Ya'ni kontekst yana qanchalar katta qilish, chunki misol hozir AI ham mana shu nimasi deb o'ylayman-da. Ishlar qiladi. Lekin mana shu holatda bizga o'xshab, ya'ni insonga o'xshab nima qilolmaydi. Haligi insonni braini juda katta-ku, ya'ni juda katta ma'lumotni bir sekundda o'zida ishlaydi. Misol biz o'zimiz his qilmaymiz buni, chunki nimada, ya'ni misol yuragimiz ishlab turishi, mana shu jigar o'z vaqtida nima qilishi, hamma nimalarni, ya'ni muskullar tosh ko'targanimizda bu refleks qilish, haligi misol mashina orqadan kelayotganda misol ovozini eshitamiz, haligi g'ildiraklarni. Mana shuni hammasini misol miyamiz o'zi mana shu hammasini nima qilib beradi, ushlab beradi. Hatto qo'limizni shu haligi olov olib keladigan bo'lsak ham sezadigan darajada. Ya'ni biz juda narsamiz AI hozirgi ayni kamchiligi mana shu. Ya'ni bu yo'qligi qisqaligi, yo'qligi emas, qisqaligi. Mana shunda demak davomiy holatda ishlamayapti. Shunaqa. O'zimiz, ya'ni men o'zimni workflowdan gapirsam, men cloud ishlataman. Ya'ni hamma nimaga? Chunki cloud demak kompaniya tomonidan narsa qilingan. Siz misol workflow aytdingiz, sizdagi workflow hammasiga ishlatsa bo'ladi-da. Misol Shunaqa.
ChatGPT Codexda ham ishlatsa bo'ladi. Misol yana qanaqa nimalar bor, modellar bor. Codex, Gemini Kursor bor. bor hozir. Ha, Modellardan olsak, Gemini bor. ana shu, ya'ni umuman holatda любойni ishlatsangiz bo'ladi, mana siz aytayotgan narsa. Siz Shunaqa, aytayotgan shunaqa. narsa juda haligi foydali hamda spesifik qilingan narsa. Endi men xuddi sizga o'xshagan holatda ishlayman baribir. Chunki mana shu nimada, ya'ni the most stable, misol ish qilayotganingizda bilishingiz. O'zi undayligiga biz agendamizga qarasak, spec driven development bor. Ya'ni spec deganda xuddi shu, ya'ni planlarga bo'lib qilishdan oldin outputni bilib olasiz. Ya'ni output qanaqa bo'lishini bilib olasiz. Ya'ni guarantee qilib olasiz. Ya'ni AI bizga o'xshab nima emasda, ya'ni mana shu yerda AI kamchiliklarini aytib o'taman, chunki biz o'zimiz tajribadan kelib chiqqan holatda. Biz o'zimiz in actionda nima qilamiz, ya'ni qaror qabul qilamiz. Misol yo'lda ketayotganimizda, misol bugun bo'lgan narsa, mashinadan uyga ketayotganimda, bundoq qarasam iftorlik vaqtiga oz qolgan ekan. Men ana shu yerda dedim, hozir iftorlikka boradigan bo'lsam, ozgina vaqt ketadi. Undan mana shu iftorlikka ko'chada, ya'ni biror bir narsa bilan qila qolay, keyin sraza zalga kirib, zaldan chiqib turib, keyin bu yoqda taroveh nimasiga ham, ya'ni umumiy holatda haligi in actionda, ya'ni yo'lda yurayotganimizda sraza qarorlarni qabul qilib ketamiz. AI mana shu bilan narsa. Ya'ni qiynaladi mana shunda. Bizda har doim humanni nimasi bo'lishi kerak. Mana shu bo'lgani uchun ham siz aytayotgan narsa, ya'ni feature planning dedingizmi? Feature planning narsa. Ya'ni buni lekin menimcha nimasi? Termi hisobiga spec driven development deydi. Ya'ni spec driven development. Chunki biz o'zimiz ham shunaqa feature qurganmizda. Ya'ni bizga editor bo'lmagan, boshqa narsada AI automation qilganimizda spec driven builder degan tushuncha bor edi. Ya'ni AI bilan birga o'tirib olasiz, narsalarni yozasiz, как shu MD yaratib beradi AI, ana shuni siz o'zgartirasiz, to'g'rilaysiz, ko'rib chiqasiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, bo'ldi qildingiz. Mana shu holatda feature development, ya'ni feature qilishda ishlatiladi baribir. Lekin buni og'zaki holatda spec driven deydi. Demak, cloud ishlataman. Har doimgidek cloudni extension holatda, ya'ni terminal o'zida emas, chunki terminalda misol ya'ni user experience biroz nimaroq, haligi rework qilolmaysiz specific nimaga. Haligi prompt yozadigan bo'lsangiz, 3-4 ta oldingi nimaga qilishingiz qiyinroq. Balki qilsa ham bo'lar, men hech nima qilib ko'rmaganman. Nimada VS Code'da yoki shu qanaqa editor ishlatishdan qat'iy nazar extension o'rnatib olsa bo'ladi. Ya'ni ana shu extensionni nimada ishlaydi, ancha yaxshiroq. Mana shu holatda o'zi 3 xil nimasi bor, modi bor. Ya'ni auto accept, keyingisi ask before editing, ya'ni edit qilishdan oldin so'rash, uchinchisi plan mode, ya'ni shu spec driven development aytgandaqa. Nima beradigan bo'lsangiz ham o'rganib chiqib plan qilib beradi, planni review qilasiz. Ana shu holatda ishlaydi. Mana shu holat eng yaxshi workflow, rostdan foyda beryapkan. Chunki bizda baribir dasturchida shu oldindan kelib chiqqanda, ya'ni PRD dedingiz, bizda TZ deydi. Mana shu hammasi bizda shu oldindan shakllanib kelgan dasturchilar orasida. Shuning uchun mana shuni endi TZ deb qo'ymaydi-da, lekin baribir term qilish kerak-ku, hype bo'lish kerak-ku. AI ya'ni spec driven development. Nimadir bo'lish kerak-da, haligi hype qilish kerak-da. Million orada deal bo'lish kerak mana shu bitaligi hype bo'lgan nom bilan. Mana shu narsa qilinadi. Endi mana shu yerda o'zi spec drivenga kiraylik, chunki planlashtirishda plan mode. Misol siz aytib o'tdingiz, mana shuni planlashtiraman dedingiz. Endi misol planlashtirayotganda qanaqa holatda misol specific bo'lasiz? Ya'ni feature berildi, tasavvur qilaylik. Siz mana shu feature qilishingiz kerak. Siz uni o'zi birinchi navbatda qanday planlashtirasiz? Planni qanday review qilasiz? Execute qilayotganda ham baribir misol follow degan funksiyasi bor. Nimani o'zgartirayotganini, nima qilayotganini real vaqtda ko'rib turasiz. Mana shu holatga siz qanaqa qaraysiz? Ya'ni 3 ta bosqich bo'yicha gaplashaylik. Ya'ni planlashtirish, planni review qilish, plan ishga tushayotganda siz o'zingiz nima qilasiz?
misol vibe ba'zilar qiladi. ba'zilariga men AIga ishonaman, u xato qilmaydi deb turib kofe ichib keladiganlar ham bor. Meni kofe vaqtim. Ba'zilar review qiladi, ko'radi. Misol Ha, sistem dizayni bu narsa bo'yicha men ham juda cautiousman haligi, juda qattiq qarayman. Chunki AI har ha. bitta harakatiga bundoq qarab turaman. Sizda qanaqa? Mana O'zi shu bo'yicha muhimda-ya gaplashaylik. narsalar. Shunaqa, shunaqa. O'zi men endi ishda biz maintenance qilamiz. Bizni loyiha maintenance. Endi qo'shimcha loyihalar ko'tarib ko'rdim. Bir ikkita, uchta loyiha ko'tardim mana shu AI yordamida. Aa, Hammasini o'sha birinchi boshlashda planning bilan boshlayman har doim. Chunki bir xil misol uchun aytaylik, falon loyiham bor deydida, mana shunga login page qilib ber yoki nimadir qilib ber deydi. Bironta bir featureni yozib qo'yadi. Bu spesifik kirish deyilmaydi-da, bu yuzaki kirish deyiladi. Shallow desak to'g'riroq bo'ladimi, bilmadim. Ya'ni bu bilmadim. Xuddi anavi noto'g'ri buyruqda endi. Aniq to'g'ri buyruq emas baribir. Nimada, ya'ni spesifik kirishda baribir planning qilish muhim birinchi o'rinda. Men nima qilaman? Demak, loyiha tushdi, o'sha aytganimdek PRD ni tuzib, PRD da o'zim PRD ni unga berishdan oldin birinchi tanishib chiqaman baribir o'zim. Chunki hamma tomonlama o'ylab, og'ir, ya'ni trade-offlar deydi, o'sha plus-minuslarni o'ylab ko'rib, umumiy ko'rib chiqaman bir. Keyin IA bilan уже gaplashishni boshlayman spesifik kirib. Давайте shuni plan qildi. Qani sen o'zing uni plani nima? U qilayotgan ishda endi uni plani. Planning mode u execute qilmoqchi bo'lgan nima? Ketma-ketlik deymizmi? Flow deymizmi? Shunaqa. Umumiy shu. Demak, u o'sha o'zini flowni chizib beradi. Mana shunaqa qilaman deydi. Keyin men qarayman, agar bironta bir menga yoqmagan joylari bo'lsa, o'sha joyida, ya'ni o'sha bu nimaga kiryapti? Flowga kiryapti. Flowga emas, qaysi? Planning reviewga kiryapti. Planning reviewda qani men o'zim qanaqa qilardim, bu qanaqa qilyapti IA. Demak, IAda mana shu qilish jarayonini ozgina ko'rib chiqib, nimadir qo'shmoqchi bo'lsam, qo'shaman joyiga. Chunki u yana qayta so'rab uni yana anaqa qilib yotamanmi degan ma'noda shu joyida o'zgartirib ketaman-da. Nimadir qo'shsam qo'shaman yoki olib tashlashim olib tashlayman. Chunki u bilasizku, odati bor uni nimadirlar qo'shib tashlaydi. Sizga u kerak bo'lmasligi mumkin. Misol, dokumentasiyada Redmi fayllar qilib tashlaydi-da har Mana shu bitta yerda haligi feature. ozgina Ba'zi. gapingizni bo'ldim. Bemalol, bemalol. Hallucination deydi. Ana shu haqida Ha, gapirdi. Chunki hallucination. hallucinate qiladi degan nima tushuncha borda. Mana shunga o'zingiz ham qisqagina ma'lumot berib bersangiz, qanchalar mana shu frustration haligi kelib chiqadi, keyin davom etsa bo'ladi. Chunki baribir misol aytib o'tdimku, qachon haligi pro ko'rinadi, qachonga shu specific term bilan ishlatsa. Shu bizni nimani ko'rganlar ham mana shu podkast orqali specific term bilan ishlatsinda, ertaga ishga borganda yoki ertaga kim bilan debate qilganda mana shuni ishlatib narsa qilsin. Foydali bo'lsin. To'g'ri. O'zi hallucination to'g'risi hali ham to'liq yechim berilmadi hallucinationga haqiqatdan ham. Chunki xuddi inson adashganda u ham adashadi-da. Ya'ni adashadi deganda, baribir aniq narsa aniq joyida qilmaydi implementatsiyani. Ya'ni hallucination endi qisqacha aytsak shu adashishda. U nimadan kelib chiqadi deb, endi men o'zimning fikrimcha, boyagi biz berayotgan input baribir biz berayotgan promptga bog'liq, bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha modelni baribir qanaqa treyn qilinganiga ham bog'liq ekan, o'ylab qarasa. Chunki bilsangiz, har xil modelni tanlaysiz-ku. Har xil model har xil javob beradi. Aniqligi ham har xil bilsangiz. Misol uchun, buni Opsda boshqacharoq, Cloud Opsda. Misol Gemini 3 Pro'larda boshqacharoq. Men endi hammasini bir test qilib ko'raman ba'zida. Qaysi biri yoqsa o'shani qilaman. Endi to'g'ri bu yoqdan to'kin ketaveradi-yu. Lekin qiziqishga baribir test qilib ko'raveraman. Keyin o'sha aytganimdek hallucination birinchi o'rinda aytganimdek, mana nima uchun biz PRD dan boshladikda, qarang. To'g'ridan to'g'ri o'sha chatting qismida yozib ketsam bo'lmaydimi? Nimaga MD qilib, plan qilib o'tiribman? Давайте birdan qilib ketsam bo'lmaydimi? Agar birdan qilib ketganimda edi, u boyagi hallucination yanada ortardi. O'sha bilmadim, nechadir x barobar ortib ketardi-da. Chunki u IA qilaveradi-da, keyin u o'zini kontekstiga yo'qotib qo'yishi mumkin-da, shu joylari bor. O'sha uchun PRD qilib, hallucinationni kamaytirish maqsadida qilinadi o'zi mana shu narsalar ham. MD nimalar ham. Shu rejali tartibli bo'lib ketsa, shu yaxshi.
Ya'ni adashmaslikni biz kamaytiramizda, ozmi ko'pmi? Shunaqa. Umumiy olib qarasak. Haligi Endi nima bor edi yana gap uzib bo'ldim. bemalol. Juda haligi memlar bor. Oh, you are right. Nima Ah, qilayotgan? Oh, you are right. shunaqa shunaqa. To'g'ri, siz to'g'ri aytdingiz. U Bizda ana ham nima deydi? AIda ana honest deydi-ku, ana как бы bo'ldi, u faqat to'g'ri deydi-ku siz gapingiz. Hech siz haligi ko'rganmisiz ana? boshliq nima desa ham qo'ling ko'rsatib mana shunaqa qilgan Ha, deydi. ana shunaqada. Xo'p bo'ladi Xuddi deydi, xuddi xuddi shunaqa bo'lyapti. shunaqada. Oh, you're right. Oh, you're right. You're Ha. absolutely right ham deb qo'yadi. Hop. Unaqa desa, u bo'lmaydi-da, u o'tlab ketib qoladi. Ochiqcha anaqa qilsangiz, o'tlab ketib qoladi-da, bo'lmaydi-da. Shuning uchun baribir iloji bo'lsa shularni yengib harakat qilish kerak. Endi hozir baribir hali sizin ishlarga ham o'sha yechimlar bor. Mana aytganimdek MCP, MCP server. MCP server chiqdi. Har xil paketlar chiqdi. Masalan, u paketlar AI'da to'g'riroq, ya'ni misol uchun siz Next.js'da pray qilyapsiz. Next.js'ni yaxshiroq tushunadigan anov kerak-da sizga. Ya'ni model qismi kerak. O'sha modelda bir qismi. Endi shunaqa deb aytsak, ya'ni o'sha Next.js'mi bo'ldi. O'sha AI Next.js'ni zo'r biladi, masalan, shu bo'yicha u o'zi ekspert. Unga yetadigani yo'q, masalan. Uni MCP serverlar orqali yoki har xil paketlar orqali, yo skills degan paketlar chiqib ketdi hozir, agar ko'rgan bo'lsangiz. O'shanaqa skillslarni unga uqtirib, endi tipi shunaqa train deydi, endi u train deyilmaydi. Knowledge base, как бы, bilim bazasini kengaytirishmi, shunaqa desak bo'ladi. Mana shunaqa uni o'sha unga moslashib olib, muhitga moslashib olib qilsak, hali shindan ham ancha qutular ekanmiz, o'ylab qarasam. Chunki o'zim ham shu MCP serverlarda ishlatib turaman ba'zida. Endi hozir mana shu GitHublarda, open source'larda nimalar chiqib ketdi hozir, skills MD fayllar. O'shandan ham ishlasa bo'ladi. Shunaqa. Bizda ham nimalar bor? Hozir mana shu yerda React ya'ni real workflow sifatida o'zi nimada haligi .cloud degan nima yaratib oladi. Ya'ni Xabarim bor. ana shu .cloud yaratadida, ana shuni ichiga rules, structure va har xil nimalar yozib beradi, folderlar yozadi. Ana shuni ichida hammasi MD, markdownda bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa. Ya'ni misol o'zi bitta crazy fact sifatida aytaman. Qaysidir holatda misol dizaynerimiz o'zi, ya'ni shu dizayn qilishga yordam beradigan nima kod yozish boshlagan, UI qilishni. Bizda bitta feature bor, ana shu feature ana shu tomondan qilingan. Ya'ni o'sha hozir productionga chiqadigan. Ya'ni qanoq qildi deydigan bo'lsa, hammasi skill, ya'ni hammasi pattern, hammasi shu MCP, hammasi shu haligi misol dasturchi sifatida AI haligi o'ziga moslashingiz kerakda. Uni moslash har xil bo'ladi. Misol .windsurf deydi, agar windsurf ishlatiladigan bo'lsa. Men o'zim oldin windsurf ishlatganman, keyin qarasam qimmat. Cloud hammasiga agar cloud open ishlatsangiz, 4 ta nima oladi? Token oladi. U 4 ta token hello deb qo'ysangiz 4 ta token, kattaroq ish qilsangiz ham 4 ta token. Lekin katta ish qiladigan bo'lsangiz bo'lib turib yana 2 ta task 3 ta qilib oladi. Qimmat. Ya'ni shuning uchun nima cloud to'g'ridan to'g'ri cloud ishlatamiz kompaniyada. Chunki kompaniya o'zi ham nima qilgan. Ana shu holatda .cloud ichida skilllar, siz aytib o'tgandek, rullar, memorylar hammasini saqlab boramiz. Bu narsa repo nimada saqlanadi-da, ya'ni repo levelda. Ya'ni GitHubda kim o'sha proyektni tortib olsa, demak ana shu skillga ega bo'ladi. Qanaqa misol cloud ishlatib, menga mana shu buttonni o'qib ber desa, shunchaga o'zgartirib bo'lmaydi, strukturani respect qilgan holatda ana shuni o'zgarish qildiradi. Ya'ni mana shu holatda narsa qiladi. Ya'ni siz aytib o'tgan nima? Ya'ni hallucination rostdan kamaytiradi. Mana shu yerda ham shu, ya'ni dizayner kelib mana shuni qilgan, uni qilgan, komponent mana rang, buni rang, shunaqa qilgan. Shu, ya'ni men qanaqa kod yozsam, u ham AI ham xuddi shunaqa kod yozgan, lekin bu dizayner tomonidan qilingan narsa. Lekin men o'zim dasturchi sifatida ana shu rullarni men o'zim define qilganman. Sen bu holatda bunaqa qilgan, buni bunaqa qilgan deb turib haligi conditionlar iflar deydi-ku. Xuddi mana shu holatda bo'lgan. Xuddi shunaqa, ya'ni spec driven.
Ha, yo'q, gapingizni bo'lib qo'ydim. Mana boyagi xuddi nima demoqchi edim. Mana linting, formatinglar yozamiz-ku. Aha, Boyagi rul. Xuddi shunga o'xshashda. Misol uchun boshqa dasturchida mana kodni sifatini saqlash uchun misol linting, formattinglar yozamiz. Xuddi shunga aha. o'xshagan nima? Rullar. Bilsangiz mana Visual Studioda setting.json bor. Ha, shunaqa. U ham misol VS Code degan. ha, ko'chib o'tadi, ya'ni boshqa odamga. Shtobi sizlar kodlar Kontrol. buzilib ketib qolsa ham, Aha, tablari, intentlari buzilsa ham bu o'zgarish hisoblanadi-ku. aha, O'shani hisobiga xuddi shunga o'xshagan bo'lib qoldi hozir qarasangiz. Shunaqa rullar qo'shilib, yaylarni o'zini nimalari aha, chiqyapti-da endi. Shtobi moslashda u adaptability deydimi? O'sha bir-biriga moslash. shunaqa. Ya, Bor. holat juda to'g'ri. Mm. Ko'p. Zo'r. Spec Driven. Mm. Ya'ni men o'zim ham bu haqida ozgina gapirib o'tay, chunki siz o'zi bergan ma'lumot juda to'g'ri. Lekin spec drivenni misol men o'zimni shaxsiy nimamdan kelib chiqadigan bo'lsak, e, ham ishlatganmiz ham и o'shanga o'xshagan bizni nimada platformada feature bo'lgan. Biz uni Ha, strategize deb nomlaganmiz, ya'ni tushundim. strategiyalash deganmiz. Spec driven desak, qarasak nima bo'lib qoladi degandek. Ha, ha. Nima termi bir xil, endi term deganda unaqa nima emas-ku, chunki har bitta kompaniyani o'ziniga bog'liq. Baribir Shunaqa, shunaqa. xuddi shunaqa feature biz o'zimizni platformada joylashgan, lekin biz uni strategize qilganmiz. Ya'ni bu degani shunchaki VS Code bu narsalardan shuna o'g'irlangan emas. Nimasi, ya'ni ishlashi bir xil. Misol olib qaraydigan bo'lsak, Samsung, iPhone'da ham deyarli bir xil-ku nimalar ishlaydi, narsa qilishi. Faqatgina brandingda narsasida bor. Misol Xiaomi yaqinda ya'ni Dynamic Island chiqardi. iPhone'da ham Dynamic Island bor. Xiaomi o'g'irladi, u qildi, bu qildi degan narsa bor. Yo'q. Ya'ni bu o'zi misol qachon user ishlatadi, qachonki siz boshqa dasturlarda bo'ladigan narsani ham qilsangiz. Misol Telegram, WhatsApp olib qaraydigan bo'lsak ham, ularda ham qaysidir funksiyalar konflikt qiladi bir-biri bilan. Ba'zida Ha. bir-birini oladi, ba'zi narsa qiladi. Ya'ni bu narsa shunchaki tushuniladigan narsa, hech nimasi yo'q. Mm. Bizda xuddi shunaqa, ya'ni biz o'zimiz ham spec drivenga o'xshagan narsa qurganmiz. Uni ya'ni strategize deb nomlaganmiz. Ya'ni qurishdan oldin Mm. strategiyalaysiz. Strategiya. Shu kanalda video chiqargandim. Uchtalik, ya'ni uchta bosqichdan narsa qilasiz deb. Hozir u uchta Mm. bosqich esimdan chiqib qoldi, chunki u ancha oldin narsa qilinganimi. Mm. Birinchi navbatda shu define qilasiz, nima qilmoqchiligingizni, Ha. nima bo'lmoqchiligini aytasiz. Keyin undan keyin AI o'zi sizga savol berish orqali concrete qiladi. Ya'ni mana shu yerda user idea misol narsa, ya'ni user ideyasini yanada boyitirish Mm. hamda userdan confirmation olish maqsad. Mm. Cloudda ham xuddi shunaqa bor. Ya'ni ask user deb haligi promptni shunaqa to'sib qo'yadi-da, ana shu yerga Mm. 3 ta 4 ta option chiqarib, pastiga your own option deb Ha. chiqaradi. Shu Shunaqa. tanlaysiz yoki o'zingizni optioningizni berasiz. Mana shu holatda AI, endi buni men ikkinchi bosqich deyman, chunki siz mana shuni qilib ber dedingiz. Ikkinchi bosqichda siz o'sha narsa qilyapsiz, define qilyapsiz. Mm. Aytasiz, mana shu optionni qil, buni optionni qil. Yo'q, sen mana shu yerda adashding, holatni qildim. Mana shu holatda AI siz bilan interakt qiladi. Uchinchi bosqichda o'sha nima tayyor bo'ladi. Ya'ni spec driven developmentdagi MDlar. Ha, Endi ha, ha. UMD har xil holatda hamma o'zini kompaniyasiga, o'zini nimasiga bog'lab qilgan. Misol nimada cloud ishlatganimda nima qilmasdi. Ya'ni .md yaratmasdi. Yo yaratsa ham, yo menga u ko'rinmaydimi, ichkarida turadimi, faqatgina haligi Mm. prompt oynasida uzun qilib chiqarib qo'yadi. Ana shuni o'qiyman. Ha, ha, ha. Lekin MDni o'zini ko'rmayman. Mana shuning uchun. Lekin nima ishlatganda Amazonni Kiro degan nimasi chiqqan. Hype eshitgan bo'lsangiz. Ana shu Mm. lekin MD yaratadi-da, MDning ichini o'zida ham haligi interaktiv nimasi bor. Har bitta qilish kerak bo'lgan ishni real vaqtda pitchkalar belgilab ketadi. Mana shuni qildim, buni qildim, buni qildim deb. U lekin MD ham yaratadi, uni pitchkalab ham ketadi. Ya'ni hammasida har xil demoqchiman-da. No, lekin term ana shu MD yaratadi. MD yaratgandan keyin ana shu bo'yicha ketadi. Siz user sifatida bemalol siz o'zingiz uni o'zgartirsangiz bo'ladi, accept qilsangiz bo'ladi. Spectring mana shu. Qilishdan oldin nima qilasiz? Ya'ni outputni garantiyalaysiz-da. Chunki o'sha spec driven'da nima bo'layotgan bo'lsa, output xuddi shunaqa bo'ladi.
Agar Mhm. output noto'g'ri chiqqan bo'lsa AI emas, balki AI ham xato qilgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi. Lekin ko'proq holatda siz dastur sifatida siz xato qilasizda. Ha, shunaqa. Bu ham xuddi shunaqaligi tz. Ya'ni qisqagina Mhm. aytsak, shuncha termlar gapirdi, shuncha narsa gapirdi. Yo'q, bu tz AI tomonidan qilingan shu tz, ya'ni PRD. Ha, shunaqa. Zo'r. Xo'p, Yaxshi fikrlar. keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Mhm. Yangi boshlovchilar uchun yo'l xaritasi. Oh. Muhim judayam haqiqatdan hozir. Hozir endi ko'plar shu AI deb endi mandan ham so'rashadi endi bu yoq. Endi mana shu Ko'proq. yerda nima qilmaylik? Misol, Ha. men o'zim AI training qiladigan dasturchi emasman, ya'ni ML quradigan dasturchi emasman. Ha. Siz o'zingiz ham nima emassiz. Ya'ni AI model yaratib turib, model misol Ha, Suhrobbek ha. 01, Asadbek 01 deb model yaratmaymiz. Mhm. Lekin biz AI ishlatamiz, o'zimiz sohamiz. Misol full stack bo'lsak, full stackda, ya'ni front endda, back endda, shu data bazalarni skemalashtirishda mana shu bo'yicha. Mhm. Chunki bizda front end dasturchilar ham ko'radi, back end dasturchilar ham ko'radi. Ha. Misol data engineerda ham ko'rish mumkin. Maslahat ham beraman. Mhm. Shularga, ya'ni mana shu o'zimiz sohadan kelib chiqqan holatda yo'l xaritasini tuzib bersak. Ha, disclaimer qilib yaxshi aytdingiz. Xo'p, o'zi demak, mana shu o'zi bizni sohada olib qarasak, birdan boshlovchilar uchun birdan EAga o'tib ketish xato, EA bilan qurish xato deb o'ylayman. Chunki masalan o'ylab ko'ring, xuddi bilmadim, mana boshlayotganda ba'zi bilim bo'lmasa, xuddi siz просто yo'naltiruvchi bo'lib qolasizda. Lekin baribir u yo'naltiruvchi bir kun borib yiqiladi. Ya'ni yiqiladi deganda, a, o'sha bilim yetishmovchiligi sabab bunga to'liq ishonib bo'lmaydida AIni nimasiga. Mana shu sababli men o'ylardim, endi boshlaydigan a, demak, bolalar bo'lsa, birinchi o'rinda fundamental programming bo'lishi kerak. Ya'ni bazaviy bilim bo'lishi kerak dasturlashda. O'sha o'zimiz bilgan, misol uchun, for looplar bo'lishi mumkin, funksiyalar yaratish, har xil if else bloklar har xil. Endi low level language o'rganing deyish, endi men to'liq tavsiya bera olmayman. So low level language, ya'ni C++ larni chuqur o'rganib, qiling deya olmayman, chunki agar siz tezroq o'sha compiler emas, interpreter bilan tezroq bo'lib ketishingiz uchun, ya'ni loyihalarda tezroq qo'shilib ketishingiz uchun degan ma'noda. Hmm. Demak, shu fundamental programmingni o'rganish kerak. Va ikkinchisi bu data struktura, problem solving buni ichiga kiradi. Data struktura bilan, demak, algoritmlar. Chunki ko'pchilik qachon ishlataman ekan, buni deb ham ko'plar gapiradi. Men o'zim ham shunaqa deganman boshida. Intervyularda so'rashni boshlaganda boshida, keyin o'ylaganman, buni o'zi ishda ishlatamanmi deb o'zimga o'zim savol berardim rosa. Yo'q, bu ishda ham ishlatiladi, problem solving skills ancha oshirar ekan bu narsalar. Bu narsa muhim. Ya'ni data structure and algorithms. Bu bo'ldi, ya'ni ikkinchisi. Endi uchinchisi o'sha bo'ldi, bu yoqda srazi mana shu joydan keyin kichikroq loyihalar qilib, EIni leverage qilishdan oldin qilinadigan ish system design asoslarini bilish kerak deb o'ylayman. Juda ham muhim joyi. Endi to'g'ri, misol uchun o'sha ma'lum bir sohada ma'lum bir loyiha qurdida deylik. Ya'ni asosiy mana shu fundamental programming bilan problem solving ozgina rivojlandida. Endi soha tanlaylik shundan keyin qanaqadir domen. O'sha domenda misol front end, back end bo'lishi mumkin. Bironta soha tanlanganda o'sha sohada kichikroq bir qo'lda bir loyiha ko'rildi, kichikroq. Может bu u krat loyiha bo'lar, mayli kichikroq bo'lsa ham. Zato uni o'zi quryapti, harakat qilyapti. Hozir bu AI davrida oson emas. Ko'plar nafsiga qarshi chiqolmay qoladida, o'sha AI borku deydi, beraveradi. Bu to'g'risi boshida xato lekin. Chunki men o'zim o'sha boshida o'sha GitHub Copilot'lar chiqardi, autocomplete bilsangiz. Endi hozir ham bor, endi u Tap hozir tap tap qilib ketasiz. tapni bosib ketardimda.
Hattoki o'sha fetch akseslarni qo'lday olish ham esdan chiqib ketardi. Bu Oddiy mana haligi, get request. uzr Hmm, gapingizni bo'ldim. bemalol. Endi sal funny nima holatda, chunki baribir odam Ha, eshitganda ham haligi sal nimaroq bo'lishi kerak, haligi ha, ozgina tanassut nima qilish kerak. Bu nimaga o'xshaydi? Ya'ni yoshlikda e, misol onamiz nima qiladiku, shokolad bermay biz urush beradi. ha, Xuddi shunaqa. haligi. Ya'ni To'g'ri, to'g'ri. hozir AI chiqqandan keyin yangi o'rganuvchilarni ham xuddi shunaqa qilish kerak. Yo, Naqsh sen qiladi. buni nima qilma deb turib haligi xohlasa ham mana shu nima qilgisi kelsa ham yo'q deb. Ha, ha. Chunki Shunaqa, baribir shunaqa. haligi dasturchi sifatida tushunish kerakda, bilish kerak. Men o'zim ham Hmm, buni nima bilish qilaman. kerak yani. Haligi low programmingni tushunmasa qiyin. Haligi strukturani Hmm, tushunishi qiyin. Ya'ni strukturani zo'r tushungani bilan ham low programming agar tushunmasa, baribir u kelajakda katta nimadan olib keladi, hmm, minusdan hmm. olib keladi. Shunaqa, shunaqa. Ozgina gapingiz Tagim bo'ldim. yana yaxshi. Bemalol Yo, bemalol davom bemalol. etsangiz bo'ladi. Yo, yaxshi gap bo'ldi. O'sha aytganimdek, ya'ni hozir endi baribir sharoit qancha zo'r bo'lsa, odam o'shanga qarab moslashishga harakat qiladida. O'shaning uchun baribir ozgina o'zidan tortmasa bo'lmaydi. O'sha aytganimdek, bu yoqdan keyin sohadan keyin ozgina loyiha qurib, sistem dizaynni ozgina asoslarini o'rgangan yaxshi ekan. Va shundan keyin bo'ldi уже siz umumiy sistemni arxitektura tushunasiz. Endi mana AI bemalol foydalansangiz bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu 5 ta step aka. Mana shu 5 ta stepni bosib o'tilsa, xudo xolasa menimcha yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Chunki bu endi o'zim shaxsiy fikrim, chunki hozir ham o'zim ham o'rganamanda. Mana sistem dizaynlarini hali ham o'rganaman. Hmm. O'sha arxitektura, ya'ni mana hozir manualni kodlarni o'rganmaymanda man. Misol uchun uni dokumentatsiyasini o'qib chiqib yozasiz-ku baribir o'sha narsani. Hmm. Endi hozir dokumentatsiyaga ehtiyoj yo'q. Chunki dokumentatsiyani o'rnini to'g'ri endi boyagi frameworkni, libraryni kreatorlari yozib qo'yadi, lekin siz uni osongina olib olyapsiz hozir AI bilan. Osongina unga o'qita olyapsiz-da bu narsani. Ya'ni siz undanda kattaroq joyini ozgina fikrlab o'sha joyga ko'proq fokus qaratilsa, men o'ylayman ichki qismi bitishi osonroq bo'ladi. Shunaqa. Endi qisqacha endi shaxsiy fikr bu albatta. Yo'q. Yo'l, roadmap mana shunaqa. Men o'zim ham Siz nima deb o'ylaysiz endi? esda bo'lsa kanalga post yozgandim. Ya'ni Aha. yaqinda shu Dubaydagi akamiz bilan, ya'ni akam bilan dars o'tdik. Ana shu yerda men o'zimda savol kelib qoldi. Ya'ni shunaqa holat Ha, o'zgaryapti. Men shunaqa ko'p kod yozyapmanki, ya'ni AI meni ishimni qilyapti. Lekin ha, o'rganish jarayonida misol hozir AI juda, endi baribir biz o'zimiz tajribali, qaysidir ma'noda tajribali bo'lganimiz uchun hamdir. Haligi test ha, qil, AI u qil, bu qil nima emasda. Lekin misol yangi o'rganuvchiga haligi haligi slowda tuyuladi, ya'ni sekin ketayotgandek tuyuladi. ha. Oldingi holat Narsa. o'zgarganini biz bilamiz-ku, shuning uchun. Mana shu yerda o'zi menda ham savol tug'ilgan. Ya'ni hozirgi vaqtga kelib qanaqa misol nima bo'ladi, o'zgaradi degan. Lekin men hech qachon misol narsa qilmaganman. Birinchi programmingni o'zini, ya'ni mohiyatini tushunib olib, keyin AI o'tish kerak. Chunki AI qilib bera oladi. Uni hozir ham, ertaga ham aytsangiz bo'ladi. Chunki siz gapirishni bilasiz, o'zingiz ifodalay olasiz. Ya'ni u orqali bemalol AIga shuni qilib ber, buni qilib ber desangiz bo'ladi. Lekin sizni qachon dasturchi bo'ladi, qachon o'zi quruvchi bo'ladi deydigan bo'lsa, ya'ni o'zi haligi texnikalar yo'q bo'lgan paytda ham qura olsa, ana shu holat nimada? Chunki misol endi real hayotdagi misol odamlar, ya'ni zalga chiqqanda og'ir toshlarni ko'taradi. Nimaga og'ir toshlarni ko'taradi? Chunki u narsa nima emas-ku, misol og'ir yuklarni baribir nimalar krallar ko'taradi-ku, to'g'rimi? Ya'ni nimaga chiqadi deydigan bo'lsa, chiqadi. Ya'ni toshni o'zi ko'taradi, o'zi narsa qiladi. Shunchalik misol ishda ishlatmasa hamda og'ir yuklarni kran ko'tarsa ham, hozir avtomatlashtirilgan hammasi bo'lgan bo'lsa ham, baribir dasturlash o'rganish kerak. Dasturlashni ichini, mohiyatini tushunsa, keyin o'zi nima tajriba oshib boradi. Lekin o'rganishda bu degani misol AI dan foydalanmasdan o'rganish emas, AI dan foydalanib o'rganib dasturlash o'rganish kerak.
Ya'ni Hmm. AIdan foydalanib narsa qurish emas, AIdan o'rgangan, ya'ni AIdan foydalangan holatda dasturlash o'rganish kerak. Uzr uzr. Ya'ni mana shu yerda yana narsa qilib o'taman, aytib o'taman. Ha, Biz bu gaplarni aytayotganimizda, ya'ni dasturlashni o'rganish kerak deyotganda biz AI ishlatma demayapmiz. ha, AIdan shunaqa. foydalangan holatda dasturlashni detallarini ham o'rgan deyapmiz. Ya'ni oldingidaqa soatlab, ya'ni kunlab vaqt sarflama, AIdan foydalangan holatda ana shu ichkarisini tezroq o'rgan. Ya'ni o'rganish narsa emas, ya'ni o'rganasiz uni, bilishingiz kerak. Chunki Shunaqa, ertaga shunaqa. misol sistem shutdown bo'lib qolsa, o'chib qolsa, уже bo'ldi pishdi. Chunki baribir misol Hmm. cloudda ham haligi status page'lar bor hamma narsani. Ma'lum bir vaqtga to'xtab qoladi. Ya'ni shu yerda haqiqiy dasturchiligingiz baribir ko'rinib qoladi, bilinib qoladi. Shunaqa, shunaqa. Google, buyog'iga keyin Google search qilish kerak. Google Search, Stack Overflow, o'zimiz nima boshlanadida. Hmm. Baribir bo'lmaydi. Shuning uchun baribir Shunaqa. dasturlash o'rganish kerak. Chunki hozir ham o'rganyapmiz o'zimiz ham, misol uchun AI har xil maslahatlar beradiyu baribir. Hmm. Maslahat olamiz to'g'rirog'i. Endi u ham o'z-o'zidan berib qo'ymaydi. Kod kodga kelib chiqib, koddan kelib chiqib, mana shunaqa vaziyat bo'lsa, vaziyatni tushuntirib, podkastga bersa, и u ham yaxshi fikrlar beradi. И shu fikrlar bilan уже men o'ylayman o'sha arxitektura tomonini ham hattoki chizsa bo'ladida shu orqali. Umumiy tushunish orqalida. Ya'ni shu birato'la tajriba olib ketaveradi. Yangi narsalar o'rganib shunaqada. Shunday. So. O'sha qarang, ancha nima ham o'tib qoldi. Hali savollarimiz juda ko'p. Ya'ni bu mavzu judaligi rostdan nimada dolzarb. Ha, ha, lozim. Mana shu yerda agendada ozgina xato ketgan ekan. Ya'ni Mhm. o'zi nima bo'yicha AI nimani o'zgartirmaydi degan savolni so'rab, keyin o'shandan Ha. keyin AI bilan ishlashda eng katta xatolarga o'tishimiz kerak Mhm. ekan. Mana shuni biroz nima qilaylik, reorganize qilaylik. Chunki Bo'ladi. hozir biz o'zi AI boshlovchilar uchun yo'l xaritasi yoki shu haqida gaplashdik. Endi mana shu yerda Mhm. AI ishlatishda qanaqa xatolar bor, Obid aka? Qanaqa Mhm. xatolar bor deb o'ylaysiz? Chunki bu bizda nima emasda, ya'ni siz o'zingiz ham disclaimer sifatida juda aytib o'tdingiz, bu bizni shaxsiy fikrimiz Ha, degan. shunaqa. O'zimiz tajribadan kelib chiqqan holatda aytamiz. Ya'ni qanaqa Mhm. xatoliklar ko'ryapsiz? Misol baribir kompaniyada tajribasi kamroq dasturchi bo'lishi mumkin, tajribasi Mhm. kattaroq dasturchi mumkin bo'lishi mumkin. Baribir uni ishlatishni ko'rish bilan siz boshqasini ko'rib turib, Mhm. ba'zi bir xatoliklarni ko'rasiz. O'sha xatoliklarni to'g'rilasa, haligi boost bo'ladi, yanada keng levelga chiqadi. Mana shu siz Ha, qanaqa deb o'ylaysiz? o'zi mana bir vaziyat bo'ldi. Misol uchun kompaniyada men bir o'rtog'im bilan endi yaqin o'rtog'im bilan ishlaymiz. Men xullas EAga ishonganman-da, tushunyapsizmi? Boyagi prompt berganman-da, ishonganman. U kodni endi bir narsalar qilib, oldi orqasi o'zgartirib tashlagan. Endi CI/CD bo'lgan, GitHubga push qilib yuborganman. Keyin Hmm. ketdida push borganda boyagi Docker ignorga Docker fayl qo'shib qo'yganda. Hmm. O'zi Docker fayl muhimda u joyda. Keyin u o'zi run qilib turgan narsa o'sha Dockerda. Keyin serverga chiqib ketdida, o'sh bo'ldi, uxladi. Server o'chdi. Keyin nima qildim ekanini biroz izladimda. Endi uni xullas men shoshganman, ishonganman, push borganman-da, tushunyapsizmi? Keyin o'rtog'im bilan o'tirib, 1-2 soat debug qilib, keyin o'rganib, ana ishonma shu uchun deb u menga keyin dars berib qo'ygandi. Ya'ni mana hozir AI bilan ishlashdagi eng katta xato nima ekan? Ko'r-ko'rona ishonishda. Ko'r-ko'rona ishonish. Bu bir. Men ishondim, mana shunaqa vaziyat bo'ldi. Keyin qaytib endi push qilib ehtiyot bo'laman, endi ko'rib degan ma'noda-da. Bu xatolik nima o'zimizni xatoliklardan bu bittasida. Hmm. Shunaqa. Ikkinchisi yana nima bo'lishi mumkin? Tak, ikkinchisi o'sha aytganimdek hallucinationni o'sha kamaytirishga harakat qilish kerak. Ya'ni hallucination qilib qolsa, ana kod o'zingiz vaqtingizni olib qo'yasizda AI bilan. Xuddi to'g'ri AI qilishi mumkin. Endi qancha token yo'qotasiz undan keyin hamda qancha nima bo'ladi. Hallucination bilan muammo bo'lib, kodda har xil o'zgartirishlar bo'lib ketadi-da, sal muammo bo'ladi. Bu ikkinchisi bo'ladi. Keyin yana qanaqa?
Endi asosiylari shu ekan, menimcha. Endi injiniring tomonlama olib qarasak, men o'ylayman, ko'p nima deydi, katta, judayam ko'p over engineering deydi-ku. Judayam ko'p fikrlar qilish, qamrab olish, judayam ko'p qamrab olishda. Siz birdan ideal proyekt qila olmaysiz deb o'ylayman-da. Misol uchun bir kichik loyiha bo'lsa ham mayli boringki, uni zo'r qilmoqchimizda, qanaqa kichik deganda, endi o'rtacha loyiha deylik. Uni kelajagi bor. Misol uchun uni maintenance qilish kerak. Erta boshqa dasturchilar olsa u proyektni meni so'kmasligi kerak. Bu bir masalanda. Scalability qilish kerak, u muhim, to'g'rimi? Mana shu joylari bor-da. Ya'ni juda spesifik kirish ham xato deb o'yladim shu joyda. Ya'ni over engineering juda ham ko'p kirib, ko'p narsalarni qamrab olish ham nimada. Uni o'rniga sekin-sekin qilib ketgan yaxshimi deb o'yladim shu joyda. Mana shu asosiysi mana shular ekan, AI bilan ishlashda endi. Menimcha shu. Endi sizda agar qo'shimchalar bo'lsa, Qo'shimcha qo'ysangiz. sifatida aytib o'taman, extended thinking kamroq ishlatish kerak. Ha, 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 o'sha. Chunki haligi eng tokenni yo'q qiladigan narsa ham xuddi shuda. Misol Ha, AI o'ziga savol berib o'tadi. User bunaqa dedi, bunaqa dedi, ha, unaqa haligi u yoq tashlayveradi. men sani qo'lladim. Extended thinkingni o'chirib, o'sha extended thinker siz bo'lishingiz kerak. Ya'ni dastur Ha, sifatida siz ha. o'ylashingiz kerakda. Birodar. Sen bu faylni borib turib o'zgartirganda, buni qilginda deyishingiz kerak. Agar AI o'sha To'g'ri. qanaqadir holatda qiynalyaptimi, stop qilib, step back, ya'ni step back, ya'ni biroz cheklan, mana shu holatda qil degan holatda aytib o'tish kerak. Mana shu meni misol tajribamdan keltirgan holatda bo'ladi. Chunki fan holatda aytib beraman, shu extended thinking yoqqanimda men o'zim bir nechtur minutlarda qilaman, AI nechtur ya'ni men qiladigan vaqtdan ko'p qilganda, ya'ni AI o'zi tez qilish kerak, lekin mendan sekin qilgan. Chunki thinkingga qarasam, unaqa deyapti, bunaqa o'ylayapti, har tomonlama qilyapti. Bu yoqdan haligi nimani ham, ya'ni tokenni ham yuzi tushib ketib qolgan. Keyin nimaga menejerga, CEOga yozsam, sen nima, ya'ni har haligi rekord jo'natganingda butun boshli organizatsiyani haligi rullarini o'qishni so'rayapsanmi degan holatda aytganda. Shunaqa. Ya'ni mana shu Da, to'g'ri. Zo'r. extended thinking ishlatmaslik kerak, ishlatish kerak. Uni ma'lum bir vaqtlari borda. Misol qanaqadir features explore qilmoqchi bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu yerda qilish kerak. Lekin odatda extender thinker dastur sifatida siz bo'lishingiz kerak. Mana shu meni maslahatim. Hatto balki ko'p kishi qilar, balki kam kishi qilar. Lekin mana shu meni maslahatim bo'ladi. Ya zo'r. Yaxshi bo'ldi. Qisqagina kirib o'taylik mana shu yerda. Chunki ancha podkastimiz nimasi bo'lib ketdi. Baribir buni davomiy qilamiz. Keyingi bosqichda baribir o'zgarishlar bo'ladi. Ana shu o'zgarishlarni balki Cloudbotga kirarmiz, haligi in podcast coding qilarmiz, balki podcast coding narsa qilib turib, siz bu yoqda, men bu yoqda haligi coding session qilgan holatda, AI bilan foydalangan holatda real nimada. AI nimani o'zgartirmaydi? AI nimani o'zgartirmaydi? Zo'r. Bu o'sha aytganimda yuqorida aytdik-ku. O'rin olib qo'yadi degan ma'noda kelyapti baribir. Chunki misol uchun o'zi AI ko'p narsalarni o'zgartirdi-da, to'g'rimi? Va o'zgartirib kelyapti-da. Albatta. Lekin baribir o'sha insonga bo'lgan ehtiyoj hali ham bor-da, o'ylab qarasa. Masalan, fikrlash, ya'ni biz aqliy fikrlaymiz-ku, analitikal fikrlaymiz, to'g'rimi? Baribir bu narsalar hali IAda pikka chiqmagan deb o'ylayman-da. Chunki u nima qiladi? U berilgan ma'lumotga qarab tahlil qiladi-da. Baribir o'zimiz decision maker, baribir qaror qiluvchi o'zimizda. Shunaqa. Ya'ni biz hozircha bunga yordamchi sifatida qarashimiz kerak deb o'ylayman. Mana shu skilllarni saqlab qolgan yaxshi. Yana nima? Misol communication.
muloqot qilishimiz, boshqa misol AI tasavvur qiling, ikkita AI bir-biri bilan kelishib ishlamasligi kerak-ku, yana bilmadim endi qanaqa bo'ladi. Ana bironta dasturchi, ikkita dasturchi AIda endi bir-biri bilan yaxshi muloqot qilib bilarkan endi ular, bilmadim. Misol uchun, yo'q sen haqsan, yo'q sen haqsan deb tursa ham bu g'alati-da. O'ylab qarasangiz. Ikkitasini o'rtasida communication buzilib ketib qoladi masalan. Lekin bizda bor-da bu narsa. Misol soft skilllar. O'zimiz mana chetdan olib kelamiz. Yo to'xta, mana o'rtoq mana bunaqa edi, mana bunaqa bo'ldi. Mana bunaqa edi, mana bunaqa qilsak mana bunaqa bo'ladi deb taka kelishilib qilinadi-yu bu narsalar. Bu noyob qobiliyatda o'ylab qarasang. Asosan mana shu qobiliyatlarni saqlab qolish kerak. Baribir o'sha muhim joyi yana o'sha aytganimdek systematic thinking muhim. O'sha tizimli fikrlash. Endi biz o'zimiz sohada olyapmiz-da endi. Misol uchun AI modellarini ishga tushirish uchun haliyam software injenerlar roli bor. OpenAI katta kompaniyalar haliyam shu sohadagilarni haliyam anaqa qilyapti, jalb qilyapti-da. Masalan, o'shani hisobiga baribir mana shu asosan shu ikkita skillni ko'ra oldimda. Может yana bo'lishi mumkin. Shu qisqacha nima shu fikrim. Siz nima deb o'ylaysiz yana? Ah, men o'zim to'g'risi bu narsa juda meni o'ylantirib keladi, chunki misol AI haligi shu darajada o'zgaryaptiki, shu darajada odamlarga o'zgartirishga harakat qilyaptiki, haligi baribir kirmagan sohasi qolmaydi. O'sha kelajak misol qanaqa sci-fi haligi movie ko'rsangiz ham yoki fantasy movie ko'rsangiz ham haligi ochib beradida. Misol haligi nimalar uchayotgani, haligi taksilar uchayotgani yoki Robotobike'mi degan haligi movie bor edi. Ana shu yerda robotlarni o'zi haqiqiy odamlar bilan kurashib qanaqadir poyga o'ynaydi, qanaqadir narsa bo'ladi. Bu baribir hamma nimaga kirib keladi. Lekin kirib kelgani bilan soha yo'q bo'lib ketmaydi. Soha o'zgaradi. Shunaqa. Mana shu narsa deb o'ylayman. Ya'ni misol mana shu dasturchilar bo'ladi, dasturchilarning ishlashi o'zgaradi. Mana shu deb o'ylayman. Chunki baribir misol olib qaraydigan bo'lsangiz, u sistem. Ya'ni misol u sistemga suv quyib yuborsangiz, уже nima bo'ldi? Ya'ni shutdown narsa bo'ladi, ishlamay qoladi. Baribir ana shu yerda keladi. Dasturchilar holat kerak bo'ladi. Uni repair qilish kerak, tuzish kerak. Baribir ana shu repair qilishdan ham baribir AI chiqar, narsa chiqar, lekin baribir uni ham baribir ustida nimadir bo'lishi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, qancha dasturlash o'zgargani bilan dasturlash baribir yo'q bo'lib ketadi. Misol mana shular deb o'ylamayman. Siz aytgan fikrga ko'ra baribir mana shu holat turadi. Ya'ni menda ham xuddi shunaqa fikr. Kimdadir har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Fikrlarni kommentlarda kutib qolamiz baribir. Chunki bizga ham qiziq. Balki biz adashayotgandirmiz, balki shunaqa deb bo'layotgandirmiz. Lekin biz o'zimizni tajribadan kelib chiqqan holatda AI ga qilayotgan xatolarini qilgan holat, ya'ni ko'rgan holatda mana shuni ayta olamizda. Dasturchilar kerak. Ular endi oldingidaqa kod yozmaydi, balki AI ga boshqarish orqali ularni dasturchilar endi dasturchi emas, menejer bo'lib qoladi desak ham balki to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni oldin biz kod yozardik, hozir AI kod yozadi, biz boshqaramiz. Fikrlarni biz qabul qilamiz-da. Ya'ni qisqachasi shu. Tochka deydim. Tochka, nuqta. Mana shu yerda o'zi menimcha juda ko'p savollar nima qildik. O'zi baribir aytib o'tdim-ku, savollar ko'p. Ya'ni beradigan narsa, qiziq mavzular albatta. qiziq mavzu. Hozir qanchalik vaqt o'tayotganini ham men o'zim ham bilganim ham yo'q, sezganim ham yo'q. Vaqt tez o'tyapti. Shunaqa. Zo'r. Suhobek aka, katta rahmat vaqt ajratib kelganingizga, yo'q demaganingizga. Inshaalloh keyingi podkastimizda ham sizni albatta chaqiraman. Chunki aytib o'tdim-ku, haligi live session coding qilarmiz AI bilan birgalik holatda. Balki o'zimiz ham biror bir narsani release qilsak, inshaalloh. No, uning holatda katta rahmat Suhobek aka.
Zo'r. Sizga Foydali bo'lganimizni xohlaymiz. Rahmat sizga ham. Hammaga rahmat.